Bugun qisqacha video bo'ladi. Qisqacha video aynan sotuvchini ko'nikmasi muhimmi yoki bo'lmasam uni mahsulotga bo'lgan ishonchi muhimmi? Va unga tiqishtirmayotganligini, aslida uni bir nuqtaga yaqinlashtirish niyatidaligini tushunadi. Lekin ichki dinamika haqida gaplashgandik-ku. Ko'pchilikda mana ishonasizmi mahsulotingizga tezroq, "Ha, ishonaman" deydi. 3 ta narsa bor o'zi mahsulot sotolmaslikka. Bugun qisqacha video bo'ladi. Qisqacha video aynan sotuvchini ko'nikmasi muhimmi yoki bo'lmasam uni mahsulotga bo'lgan ishonchi muhimmi? Ko'pincha mana shu ikkiga bo'linadi. Bizda savol bo'ladi. Qaysi biri muhim? Bu sotuvchini ko'nikmasi desak agar, sotuv ko'nikmasi, keyingisi esa mahsulotga bo'lgan ishonch. Qaysi biri muhim degan savolga javob beramiz. O'zimni kuzatuvlarim va umumiy jarayondagi ko'rgan narsalarimda etiklik sotuv ko'nikmasi 1 dan 10 gacha baho berish imkoniyatimiz bor. Keyingisi esa mahsulot bo'yicha 1 dan etiklik 100 gacha. Yoki bo'lmasa keling ikkalasi bir xil bo'lishi uchun 1 dan 100 gacha deylik. Ikki xil odamni solishtirishga harakat qilamiz. Birinchi odam sotuv ko'nikmasi 90. Zo'r sotadi. Hamma kitob o'qigan, hamma narsani tushunadi, lekin mahsulotga bo'lgan ishonchida 10 baho emas, balkim 100 baho emas, balkim 50, 40 uni savollari bor. Bu savolni prosta u bermayotgan bo'lishi mumkin biznes egasiga yoki o'zi ham tushunmayotgan bo'lishi mumkin. Bu ishonchim bormi, yo'qmi deb. Ko'pchilikda mana ishonasizmi mahsulotingizga tezroq, "Ha, ishonaman" deydi. Lekin chuqurroq 5-6 ta savol bersangiz, hattoki mahsulot bo'yicha yetarlicha informatsiya bilmasligini ko'rasiz. Siz tasavvur qiling, siz o'zingiz ishongan narsa haqida to'liq ma'lumot bilmasligingiz mumkinmi? Va qanaqa qilib siz to'liq bilsangiz agar, nimaga unda ishonmaysiz? Chunki sizda aniq tabiatingizga to'g'ri kelmagan narsalar bo'lishi mumkin. Demak, ikki xil holatda solishtiramiz. Birinchisi bu birinchi odam sifatida 90 sotuv ko'nikmasiga baho, etiklik mahsulotga 50. Bu odamdagi bo'layotgan jarayon nima bo'ladi? Birinchi e'tiroz bilan ishlashni o'zidayoq u sotuv ko'nikmasiga qaramasdan возражениялар bilan, ya'ni e'tirozlar bilan ishlashni biladi, ishlaydi 1 marta, 2 marta va qo'ng'iroq qo'yganidan keyin unga qayta qo'ng'iroq qilish haqida yoki o'sha jarayonni o'zida ko'ndirishga bo'lgan harakati, dajimga bo'lgan harakatini katta farq bilan sezmaysiz. Ha, u qaysidir bilimlarni ishlatayotganligini ko'rasiz, lekin ichki dinamika haqida gaplashgandik-ku, ana shu narsani mijoz sifatida, 3-chi odam sifatida audioni eshitsangiz, buni his qilmaysiz. Endi ikkinchi odam sifatida uni sotuv ko'nikmalari, endi sotuvda ko'nikma 0 bo'lishi ham iloji yo'q, to'g'risi. Bu ham juda ham kerak. Lekin etiklik 90 emas, 70 dan 90 gacha deylik yoki 70. Lekin sotuv ko'nikmasi 90 sotuv ko'nikmasi emas, mahsulotga bo'lgan ishonch 99%. Buni dinamikasida nima eshitasiz? Siz e'tirozlar bo'yicha u zo'r narsani bilmasligi mumkin, lekin ich-ichidan tasavvur qiling, mana bu narsa sizga bir natijani olib kelishini shundoq bilib turibdi. Siz aytasiz, o'ylab ko'raman deysiz. U to'g'ridan to'g'ri savol beradi. Nima haqida o'ylayotganligingiz yoki sizni to'g'ridan to'g'ri tushunmayotganligi, 3 ta narsa bor o'zi mahsulot sotolmaslikka. Menga ishonmayapsiz sotuvchi sifatida yoki mahsulotga ishonmayapsiz yoki o'zingizga ishonmayapsiz deb savollar berishadi. Ya'ni savollarda dag'allikni ko'rasiz. Chunki u mahsulotiga qo'pol qilib aytganda juda qattiq ishonadi va unga natija berishiga aniq ishonch bildirgan o'ziga nisbatan va unga tiqishtirmayotganligini, aslida uni bir nuqtaga yaqinlashtirish niyatidaligini tushunadi o'zining ichida. Shuning uchun siz sotuvchilaringizni har doim test qilib turing. Qanchalik mahsulotga ishonchi baland? Qatdan bilasiz mahsulotiga ishonchi balandligini? Siz har bittasini ma'lumotini bilasiz. Ba'zida men solishtirish qo'pol-ku, lekin uzr so'rayman. Lekin shunaqa bo'lgan. Bittasi bilan gaplashaman, Real Madrid haqida shunchalik ko'p informatsiya biladi, lekin o'zini mahsuloti haqida 50% ni ham bilmaydi. Qanaqa qilib siz o'zingiz pul topayotgan narsangiz, siz taklif qilayotgan narsangiz haqida to'liq ma'lumot bilmasdan sotayotgan bo'lsangiz, bu o'zingizga nisbatan o'zingiz ham qanchalik hurmatingiz baland. Ya'ni odam o'zini hurmat qilsa, birovga bitta narsa berishdan oldin uni obdon o'rganib ko'radi, obdon ishonch hosil qiladi. Keyin birovlarga sotishni boshlaydi. O'zini hurmat qilmagan sotuvchi esa
bitta ikkita ma'lumotni o'rganadi va sotishni boshlaydi. Va birinchi qattiq udarladi va birinchi krizisda aynan o'sha birinchi ko'rsatkichdagi sotuv ko'nikmasi baland bo'lishiga qaramasdan ular ishdan tark etadi yoki bo'lmasam ishonchi tushib ketadi. Sotmaydi, natijalari tushib ketadi va oqibatida yoki o'zingiz haydaysiz yoki o'zi ketadi. Va haydayotganingizda hayron qolasiz. Brodi hamma narsani bilardi-ku, hamma treningni bilardi-ku, hamma jarayonlarni bilardi-ku deb. Asosiy sabab esa mana shu. Demak, biz sotuv ko'nikmalari bilan parallel holatda bizni uni ishonchini har doim test qilib turishimiz kerak. Va ishonchni bunaqa savol berish kerak emas-da. Mahsulotga ishonasanmi? Kanishda hamma ha deydi. Unaqa emas. Chuqurroq savol bering. Mahsulotingizni qanchalik tushunyapti? Gapirib berayotganda qanaqa gapirib beryapti? Qanaqa intonatsiya bilan gapirib beryapti? Audiolarni eshiting. Mana shu sizni unga testiga javob berishi yoki jarayonlarda umumiy jarayonga baho berish imkoniyatini beradi. Va buni taxminan 2 oyda bir, 1,5 oyda bir qilsangiz bo'ladi. Mana shu oralig'ida unaqa bir haftada ishonch tushib ketib yoki bir haftada ishonch ko'tarilib ketmaydi. Mana shu 1 oy, 1,5 oyda ishonch bo'yicha ishlanadi. Pastroq bo'lsa 1 oy, 1,5 oy vaqt ketadi uni ko'tarib olishga. Keyinchalik u yana tushib ketishiga 1 oy, 1,5 oy kerak bo'ladi. Shuning uchun siz hafta oralig'larida tekshirib, diagnozni 1 oyda bir qilib turasiz. Salomat bo'ling, esdan chiqarmaymiz. Sotuv bu san'at va jarayonlarni xuddi san'atdek maza qilib ishlatish kerak xolos. Berilgan qo'llanmalarni ishlatib ko'ring.